Alo. Ha, onasi, eshitaman. Qayerdasiz, dadasi? Yo'ldaman, uyga ketyapman. Nima gap? Ha, qayerdan kelyapsiz? Ha, ishdan qaytyapman. Yo'l-yo'lakay bozorga kirdim, mayda-chuyda oldim. Benzinga, hali zapravkaga kirib, ayoqishga kirib, benzin quydim. Mana uyga qarab ketyapman. Yoningizda kim bor edi? Yonimda? Yonimda hech kim yo'q. Kim bo'lardi yonimda? Yaxshilab eslab ko'ring-chi. Onasi, nima ishonmayapsanmi menga? Men nima yonimda birovda olib yurarmidim? Siz yolg'on gapiryapsiz. Yoningizda bitta ayol bor edi. Hey, onasi, bo'lar bo'lmas gapni gapiraverma. Nima deganing bu? Yonimda qanaqa ayol bo'ladi meni? Agarda xohlasangiz, u ayol qayerda yashashini, ismi nima, hozir qanaqa kiyim kiyganini hammasini aytaman sizga. Qani, eshitaylik-chi unda. U ayol Qo'yliq 4-mavze 21-xonadonda yashaydi. Ismi Indira. Voy, onasi. Oppo, sen bor eding-ku. Siz benzin quyayotganingizda do'konga suv olish uchun kiruvdim. Bo'ldi, mana hozir orqaga qayrilyapman. Hozir to'xta. Oppo. Sen borliging esimda yo'q. Charchab ketdim ha. Charchaydigan bir osh qilganing yo'q-ku? Qani? Keliningni chaqirchi. Biror nima pishiribdimi? Sanjar. Shuni yechib qo'yay. Hozir oyi. Yeching. Assalomu alaykum. Oyi, dada, qachon keldilaring? Kelin nima tayyorladi? Bilmadim, hozir so'rab ko'raychi. Mayli, so'ravor. Hop. Malak. Hali ham yotibsanmi? Tur o'rningdan, dadam bilan oyim keldi. Voy, darrov kelishdimi? Ha, bu biron ovqat qilganmisan? Yo'q, esimdan chiqib qopti. Yana seni deb gap eshitamanmi hozir? Siz biron narsa deb ularni chalg'itib turing, men darrov ovqat qilaman. Tez tayyor bo'ladi. Bo'pti, tur, tezroq bo'lgin. Xo'p, hozir. Xush kelibsiz, Xudo buva. Sog' salomatmisiz? Omonmisiz? Mazingiz yo'q deb eshitdim. Nima gap, tinchlikmi? Sal qon bosimim ko'tarilgan ekan. Kasalxonada yotib davolanyapman. Ha. Hali davolanish tugamadimi? Javob berishmadimi hali? Endi bir amallab kasalxonadan hech kimga bildirmay olib chiqib keldim. Agar hozir uyga borsak, kampirlar ming'ir bilan mashina qilib yuboradi. Nimaga keldingiz? Yotsangiz bo'lmaydi degan gaplar bilan. Shuning uchun uyga kelaverdik-da, o'g'lim. Nimaga unaqa qilasiz, dada? Bemor odam bo'lsa, yoshi bir joyga borgan odam bo'lsa, bir narsa bo'lib qolsa javobgar bo'lib qolasiz-ku, ota. Endi juda zaruratda. Nimaga? Tinchlikmi? Juda qadrdon do'stimiz bor. Alloh rahmat qilsin. Olamdan o'tib qoldimi? Yo'q, Ha? Nima bo'ldi? Mazasi qochib og'irlashib qoldimi? Yo'q, soppa-sog'ku. Ha? Nima unda? Ha? Gapni bo'lmasa oxirigacha eshitsang-chi. Xo'p. Shu do'stimni bugun gap navbati. Bormasak bo'lmaydi. Xafa bo'ladi. Ana. O'zi qilyapti. Qani, nima derkin, gaplash. Alo, Absattor. Bugun nima? Mantimi? Qo'y go'shtiga qilyapsanmi? Menga qara, osh qo'y yog'iga va qo'y go'shtiga bo'lsin. Tushunarlimi? Undan keyin qazini suvidan ham qo'shgin, zo'r bo'ladi. Tushunarlimi? Ustiga 4 parrak qazidan ham qo'shgin. Bo'pti.
biz o'sha aytilgan vaqtida yetib boramiz. Endi o'g'lim bemor odam avtobusda yursa uyat bo'ladi-da. Bizni mashinada olib borib qo'yasan-da keyin. Dada, bu bemor odam avtobusda yursa uyat bo'lar ekan-u. U gapga borib qaziq, qarta, qo'y go'shti, qo'y yog'idan gumburlatib tonnalab ovqat yesa uyat bo'lmas ekan-da. Mayli ota, men olib borib qo'yishga olib borib qo'yaman. Qaytib olib kelishga borib yurishim shart emas-ku, to'g'rimi ota? Nimaga? Qaytayotganda tez yordamni o'zi olib ketaveradi. Mayli. Ota, yaxshi o'tiringlar. Xudo buva, achchiq choydan bosib ichinglar, xo'pmi? Dada, keliningizga aytib tursangiz, choylarni achchiq qilib damlab berib turadi. Xo'pmi, Xudo buva? Yaxshi o'tiringlar. Men sizlar ketadigan paytda kelib olib ketaman. Xudojon, shu keliningizga aytsangiz, bitta ko'k choy damlasa, bir mazza qilib ichsak, nima deysiz? O'zi ayta qoling. Nega endi? Bu kelin sizniki-ku. Meni kelinim bo'lsa, siz nabirangiz-ku. To'g'ri, u meni nabiram, lekin hozir u sizni xizmatingizda-ku. Axir men bu yerda yashamayman-ku. O'g'limniki mehmondorchilikka kelganman. Endi uyda kampirga ham gapingiz o'tmagandan keyin kelinga ham o'tmaydi-da. Sizni kampir qo'rqitib qo'ygan. Men kampirdan umuman qo'rqmayman. Sababi boshqa. Sababi nima ekan unda? Endi sababi shuki, u ham mendan qo'rqmaydi-da. Ha, tushunarli. O, Malak qizim. Ha, bobojon. Bitta ko'k choy damlab kelgin, achchiq qilib. Hozir. Rahmat qizim, barakat top. Choy zo'r o'tdi, yana bitta qo'yingchi. Choy qolmadi-ku. Shunaqami? O, Malak qizim. Yana bitta choynam bo'lsin. Menga qarang, sizga gapim bor. Biz alohida yashasak bo'lmaydimi? Har kuni idishu ovqat qil, zerikib ketdim bir xil ishdan. Bu nima degani? Nima? Alohida yashasak shu ishlarni qilmaysanmi? Baribir ham qilasan-ku. Alohida yashasak bu ishlarni qilish shart emas. Shunda buyurtma qilamiz, ovqatni yeymiz, idishini tashlab yuboramiz, bo'ldi.
Esing joyidami seni? Bitta o'g'il bo'lsam, dadamlar xafa bo'lishadi. Manchi, men xafa bo'lsam maylimi? Agar aytganimni qilmasangiz, men ham onam qilgan ishni qilaman. Oying nima ish qilgan? Nima qilardi? Onasinikiga ketib qo'ygan. Men ham onamnikiga ketib qolaman. Mayli, dadam bilan gaplashib ko'raman. Aytgancha, bugun opamni tug'ilgan kuni. Bilasiz, ikkalamiz borishimiz kerak. Bizda an'ana shunaqa. Xo'p, dadamdan so'ray. Yana boshlandi. Adamdan so'ray. Nima siz yosh bo'lamisiz? Adangizdan so'rab ish qiladigan. Shuncha aytdim, alohida yashaylik. Biror joyga borsangiz hech kimdan so'rab ruxsat olib o'tirmaysiz. Ha, aytgancha, uzr adashdim. Mendan so'rab borasiz. Men ruxsat berishim kerak. O'g'lim, uyimiz 4 xona bo'lsa, ha? Nima sig'may qoldikmi? Joy yetmay qoldimi? Nima muammo? Darding nima? Endi dada psixologlarning aytishi bo'yicha agar farzandlar alohida yashasa, ko'p narsaga intilar ekan. Va intilgan narsasiga erishar ekan. Bu psixologingning fikrimi yo xotinchangning fikrimi? Endi dada, Ha, xo'p. Alohida ham chiqding deylik. Nima ish qilmoqsan? Nima hunaring bor? Qo'lingdan nima ish keladi? Qanaqa qilib tirikchilik qilasan? bir tashkilot rahbariga haydovchi kerak ekan. Shu yerda ishlamoqchiman. Ha, bo'pti. Xo'p. Qani bir yashab ko'rgunchi. Qani bir harakat qilib ko'rchi, ko'ramiz. Kiray. Assalomu alaykum. Mumkinmi xo'jayin? Kiring. Xo'sh, tinchlikmi? Bugun ertaroq ketsam maylimi? Nega? Keliningizni mazasi qochib qopti. Shunga kasalxonaga olib bormoqchi edim. Xo'p. Boring, oilaga qarang. Xo'jayin, keliningizni kasalxonaga mashinada olib bormoqchi edimda, agar ruxsat bersangiz. Endi men mashina haydamayman. Kelinni olib borib kelgandan keyin mashinani uzoqqa yurmasdan uyni yoniga olib kelib qo'ying. Ertalab kechikmang, xo'pmi? Xo'p, xo'jayin, xo'p. Boravering. Onasi. O'sha maladessan borib. Sen nuqul xorazmcha osh qilarding. Choyxona palov qilish qachon o'rgana qolding? Siz uchun qildim-da, dadasi. Shu kelining qiladigan ovqatchi majbur xafa bo'lmasin deb yerdim. Ana, bo'lar ekan-ku chiroyli ovqat qilsa. U choyxona palovi lekin sayratibsan. Ertaga shu ikkalamizga atab 1,5 kilogina qozon kabob qilib, choyxona palovni eplagan qozon kabobni yorib yuborsan kerak. Ha, xo'p. Xo'pmi? Rahmat, onasi baraka top. Endi men mashina hozir mana shunday yeb beraman. Bular shunday tashab chiqqanda, bitta choy damlab kel. Xo'p. Maza qilib ikkalamiz er-xotin bir choy damlab, choydan ichib, hasratlashib o'tiraylik jonim. Tez jonim. Xo'p, hozirgina. Hozir dadasi, hozir kelaman. O'zimni yarimtagina xotinimdan aylanay. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ertaga soat 5larga 1,5 kilo qozon kabob. Faqat olib kelganda o'zimga telefon qilinglar, xo'pmi? Xo'p, rahmat, xo'p. Mayli qizim, yaxshi o'tiringlar.
kuyov bolaga salom aytgin, xo'pmi? Dada, tez-tez kelib turing. Siz sog'inmaymiz. Yana bir pas o'tirib tursangiz, yaxshi bo'lardi. Hozir kuyovingiz ham kelib qoladi yoki qo'ng'iroq qilingmi? Yo. Ishdagi odamni bezovta qilma bolam. Men hali kelaman. Dada, hali bunaqa ko'p narsa olib kelmang. O'z topishimiz yaxshi-ku. Kuyovingiz xafa bo'lyapti. Ham xijolat bo'lyapti. Qizim, meni topganimda seni ham nasibang bor bolam. Endi shu bahonada sog'ingandan kelaman-da bolam. Ha, men qara, ana taksi chaqirdingmi? Ha, chaqirdim. Ana kelibdi-ku. Shu mashinmi? Yo'q-a. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, dada shu, mana raqami shu-ku. Ha, tinchlikmi dada? Hozir ko'rasan. Indamay tur. Taksi chaqirganmidingiz? Ha, chaqirgandik. Ya, hormasinlar. O'rtoq taksist. Kelin bo'lamiz. Yaxshi bo'lib qoldilarmi? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qalaysan o'g'lim? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Bir holingdan xabar olay deb seni bir ko'rib ketay dedim-da o'g'lim. Bekorga ovora bo'libsiz-da dada. Ovorasi bormi o'g'lim? Ha, to'xtab tur. Mana buni senga oluvdim. Biz talabaligimizda faqat mana shu bilan yeb kun ko'rganmiz-da. Sen ham talabadan farqing yo'q o'g'lim. Mana shuni yeb, maza qilib o'tirgan, xo'pmi? Men sinfdoshlar bilan o'tirishim bor edi. Shunda qizga borib kerak, sen mana buni yeb, maza qilgin, xo'p? Nima endi har kuni makaron yeymizmi? Nima qilay axir? O'zing shuni xohlading-ku. Bugunoq borib ota-onangizdan kechirim so'raysiz. Yana oldingidek o'zimiz suyimizda yashaymiz. Hamma narsamiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Qaysi yuz bilan? Uyalaman. Agar bugunoq borib ota-onangizdan kechirim so'ramasangiz, bu safar aniq onam qilgan ishni qilaman. Onang yana nima ish qilgan ekan? Onammi? Onam dadam borib uzr so'ramaganlaridan keyin onamning o'zi borib qaynona qaynotasidan kechirim so'ragan ekan. Voh. Voy baraka top onasi. Yana oshni boblabsan lekin borib. Bir dona guruchini ham qoldirmay yeb qo'ydim. Shirin chiqdimi? Juda chiroyli chiqibdi. Rahmat, baraka top. Qo'ling dard ko'rmasin. Bu oshni men tayyorlamadim. Keliningiz tayyorladi. Barakalla. Otangga rahmat kelin bolam. Kim o'rgatdi bunaqa osh qilishni? Oyijonim o'rgatdilar. Oyijonim juda ham ko'p narsani o'rgatdilar. Barakalla. Bo'lmasam-chi, ertaga bir moshkichili qilinglar. Kunning sovug'ida-chi, rosa zo'r ketadi moshkichili. Shunaqa maza qilib yeymiz, o'g'lim. Bolam. Bo'lmasa bu narsalarni yig'ishtiravering, oyijon. Ha, olinglar-da, bitta choy damlab kelinglar. Qani, tur olasiz, tur. Rahmat sizga oyijon. Zo'r bo'ldi.
bir amalladik lekin. Oshni ham bir amalladik, lekin ertaga mosh kichirini qayerga buyurtma beramiz? Xavotir olmang. Internetdan qidirib topamiz. Bir amallaymiz ertaga. Ha, eshitib qolishmasin. Haqiqatdan ham oyijoningiz juda ko'p narsani o'rgatibdi sizga kelin.